Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana keyingi xonadonimizda ish jarayonlarini men sizlarga bir yoritib o'tamiz. Bu ham 0 0 mokri. Sliplarni 0 mokri qilganmiz. Hamma narsasini 0 palasa devor ekanmiz. Mana xudo xolasa betimizda ham bir chiroyli fasonda qilamiz. Ko'rasizlar, keyin bir tanishtirib o'tamiz. Betlarni ham hozir xudo xolasa bir 2 kunda yana videoga olib tashlaymiz. Mana hozir bo'lgan joylarni biz sizlarga bir tushuntirib o'tamiz. Betimiz 230-220 kvadrat atrofida ketishdik. Nech pul? 38 millionga mana shu yerda dogovor qilganmiz. Hamma narsasi ichida. 120 mingdan 145 ming shunaqaga qilyapmiz. 140 ming endi. Rosa 145 minglik lisam chiqibdi. Uni men sizlarga yana bir qilib ko'rsatib o'tamiz. Vobshim bu listlarimiz alkogolga o'xshagan oppoq bo'lib chiqibdi. Xudo xolasa uni ham birata obyektimizda qilamiz degan umiddaman. Birata akaxonlar yo opaxonlar aytsa. Holatlarini ko'rib o'zlaring baho beraverasizlar. Mana shu darvozaxonani ham xudo xolasa bir chiroyli bir fasonni tanlaganmiz. Mana shu yerda bir yoritib, xudo xolasa 2 kunda video qo'yishga harakat qilamiz-da. Mana shunaqa joylarni ham mana hozir xoralarni qilib, mana shu yerda bitta bitirib, akamiz ham YouTubedan ko'rib, qiziqib qolib chaqirgan. Bunimiz o'zimizda Qo'qon shahrida ish jarayonlarimiz ketyapti Qo'qon shahrida. Xonadonlarni ko'rib, mana shu yerda eski tunika bor ekan. Xonim dedi, buzib olib tashlang dedi, bir xil qilib bering, chiroyli qilib bering, havas qiladigan qilib deyishdi. Mana shu holatga keltirib, inshaalloh yaqada degan umiddamiz. Sizlarga ham bexijolat telefon qilasizlar. Sizlar bilan Usta Sherxon. Nomerimni ekranga qoldiramiz. Kimning xonadoniga shunday tunikafon mahsulotlari kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Laykni qizartirib degandek kommentariyalar portlatib, bexijolat sizlar biz unaqa bo'lishimizga sizlar sababchisizlar. Bexijolat kommentariya yozib, layklarni bossalang, biz tezroq xohlasa, nima desak bo'ladi. Elga tanilamiz sizlar tufayli agar shu xola bellatlarga ham jalyuzalarni qo'yib, mana shu yerlarga xohlasa bu yerda yana bir bitganda chiroyli qilib men sizlarga obzor qilib beraman degan umiddaman. Xudo xohlasa nasib inshaalloh harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang, sizlar bilan Usta Sherxon. Nomerimda ekranga yozib qoldiraman. Bexijolat telefon qilaverasizlar.